Barchaga salom, sizlar bilan Minecraft. Bugungi kunduzda biz yangigina qishloqqa ko'chib kelyapmiz. Hozir nari qishlog'imdan 5 oy ishlab, 5 stak pul ishlab, bir stagiga kiyindim, yo'lkira qilib keldim. Endi yangi qishloqqa kelyapman. Hop, qayoqda edi? Mana yoqda shekilli. Chunki taksisni men juda ham kam edi pulim, shuning uchun taksiga mana shu yerga to'xtab pulim shu yerga borishga yetdi va bularni do'stakka qilib uy bersin degan umiddaman. Hop, nechinchi qishloq? 67-chi qishloq, 67-chi qishloq. Kim bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hop, bu qishloqqa men kirsam bo'ladimi? Albatta. Faqat qishloqlarni urma. Okey, mayli. Hop, mana bu otlar ham o'z ketibdi. Mana bu mer. Okey. Mer nomiga kiramiz. Uzr. Chiqsa yo'q. Men o'z shu yerda kirib turaman. Mendan xabar ol. Okey, mer. Nima deysan? Men yangi ko'chib kelgandim. Shuni uyib bera olasizmi 400 minutga? Aka, 400 vat ferma beramiz, xolos. Vatto, bu sening ferman. Ha, aka. Hozir 5 minut oldin qolaydi hozir. Fermani olsak, albatta keyin fermani olganimizdan so'ng to'xtab turlarchi, sizdan yaxshiroq so'raylikchi. Men iltimos 400 ga birorta yo'q bering. Mayli, bitta bor, faqat o'tlari o'sib ketgan, senga 400 ga beraman va bolta va qilich ham beraman, chunki u kerak bo'ladi senga. Okey, mana sizga yozib pullarni tashlayman. Hop, siz ham bersangiz bo'ladi. Hozir bersangiz, raschot olib ketamiz. Negadir o'zim olib qolyapman. Hop, hozir bering tezroq. Men mana ularni ham qo'shib beribsizmi? Albatta qo'shib berdim. Sen fermer bo'lasan, uyimni to'g'risidagi fermaga qaraysan va menga soliq berasan. Eski bir uy bor. O'shaga kechasan, o'sha yerda eski uy bor bitta. Shuni ta'mirlab o'zing yashashing mumkin, mebellarni ham. Okey, mayli. Bunga men qarayman ekan, eski uy bor dedi. Sekin ko'rib bilib olamiz. Yo'q, buyurmas, albatta bu yer bo'lishi noodatiy. Meram sal yangi bo'lgan shekilli-da. Bir rasmni olib tashlabdi. Nuqta bu menimcha bu emas. Eski dedi, chirib ketgan dedi. O'zimiz to'g'rilab olaveramiz. Hop, ko'p uylar ichkariga kirib ketgan ekan, bu yer. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Sizga nima berishimiz, nima beraylik? Okey, bu yer mana bu uyimikina. 400 murt ekan-ku. Mayli, yozib qo'yamiz. Hop. Chiqmayaptimi? O'tiraveram. Mayli, kirib qo'yaman. Oy. Bularni olishim kerak, albatta. O'tlar ham shunday o'sadi. Nega bu yerda tosh? Keyin ochib ko'ramiz. Hozir emas, albatta. Menam milliarder bo'lib ketganmiz o'zi. Hamma men bilan gaplashishlar, lekin men kibrlik qilmasdim, albatta. Milliarder bo'lib ketsam. O'zimdan bo'lmishdan chiqqan. Shuning uchun kibrlik qilmasligimiz kerak. Ming milliarder bo'lib ketsam, lekin bu katta ekan, yaxshi. Kirib ketgan nima? Bu avval mana bu taxta va tosh. Nechta taxta? Oddiy taxta ekan.
5 ta taxta kerak, tosh kerak, taxta. Tosh topishimiz kerak. 5 ta tosh, 5 ta tosh kerak, 5 ta. Hop. Voy, bu yerda yama bor ekan-ku. Mana burunchak turlarni mana bu yerga qo'yib ketamiz. Nima kerak? Ish qiladi. Endi ana tosh bor ekan-ku. Bolalar, video yoqtirgan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Mix Pro demoqchi edim. Mix Pro bo'lmoqda va biz 300 ta bo'lishimizga atiga 60 tadan qoldi. Shuni obuna bo'lsanglar sizlarga onlayn keladi. Obuna qo'yinglar. Men bo'lmish hayotda 3 ham chiqadi albatta. Tez kunda chiqadi. Mana premyera qo'yaman va tez kun qo'yishga harakat qilaman. Mana bir amallab chiqib lekin ham qornim ochdi. O'zi ovqatim bo'lishim kerak. Shu magazinchi qilishga kerak. Atiga juda ham qornim ochdi. Yurolmayapman. Men taxta olib kelishim kerak. Men tosh olib yuribman. Yoma shu. Yurolmayam qornim uzun oldilarimda bor edi-ku taxta. Tasdiqlanmaydi bu tomondan. Şimdi bitta tarafdan qo'ysak, yarab olganda. Mana shu qilotgan shekilli yana bilmadim. Tak, stop. Tomondan qishloq bormi? Mayli, bu qishloqqa ham yana videolarda borsak kerak. Hop. Yana yo'lda ham yuribmiz. Vallahi kiyimim yarashibdimi? Yangi kiyim oldim aytganchilik, shu kiyimni oldim. Zal endi bizda ham o'sish bo'lsa endi. Toshmat akani puldan ishlatdik endi. Assalomu alaykum. Brat, to'xtang, ey. Brat, to'xtang. Nimaga deysanmi? Anaqasidan olay, mana bunaqasidan. Albatta olaversin yoki mehmon shekilli. Okey. Hozir olib qo'yingizku. Olib oldim tomondan. Okey, ovoz o'zgarar ekan. Albatta. Короче, 4 ta chiqdi. Mayli, rahmat sizga. Ismingiz nima? Toshmat. Bizda Toshmat degan odam bor edi, lekin men qishlog'imdan yashagim kelmadi, chunki arenda pulim yaqinlashib qolgan edi-da. Ana shunga yashagim kelmadi, chunki arenda pulim yaqinlashib qolgan bo'lsa, yana tag'in men pul to'lashim kerak. Yaxshi, bir yerda yashayman chunki. Mana bu galgi hayotim yaxshi ketyapti. What the hell? Nima bu? Bola, nima bu? Bu nima? Bu uy. Ochib ko'raymi bola? Kommentga yozib ketinglar, ochib ko'raymi? Qiziqyapman lekin bolalar, qiziqyapman. Nega bu qulf ochilmayapti? Buzaman degan umidda. Hech kim yo'qmi? Yo'q. Ish qilib bittalar ko'rib qolmasa bo'lsa, to'xtab turinglar-da, buni olib. Olib ketibdi. Eshikni olib qo'yay. Turayverda. Juda xazina topdim shekilli. Ochilmayapti. Ochil. Mana bu qolmatikam. Ana ochil. Voy, uncha pulni men endi milliarderman. Milliarder. Men milliarderman. Tezroq ol. Bu topib olgandiki bolalar. Topib olgandiki. Bitta topib olgan odamniki. Meniki yo'q. Men topib oldim. Endi men milliarder bo'lib ketdim. Milliarder bo'lib ketdim. Yo'q, hozir bolalar bu. Hozir albatta menga hozir buni olmay yurishni so'raymiz. Bitta biz 100 gizmurt yetadi. Hozir bolalar biz bitta tillani olib borsak ham o'zi yetadi-da. Bitta tillaga уже biz qaytim kerak emas deymiz. Короче, chunki qaytimiz ko'p narsa olamiz. Mana bitta tilla o'zi mana shu qishloqni sotib olaman mayli. Bitta tillaga emas, men 3 ta tillaga, 5 ta tillaga albatta, 5 ta tillaga, bitta tillaga nima desam.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Darslar tanlab olib, menga aytsangiz, shularni albatta beraman, pulini hisoblab beraman. Qo'lingizdan tanlab. Albatta tilla. Hozir narsalarni olib kelay. Valla bizda Darkent video chiqmoqchi bolalar. Maksimal qo'llab-quvvatlanishingizni so'ragan bittaman. Darkent degan video olmoqchimiz. Короче, hop, Darkent degan video olmoqchimiz. Tak. Menga kerak bo'ladi-da endi mana. Hop. Assalomu alaykum. Bir kunda necha marta salom berasadi? Al endi buni olamiz suratni. Hop, sundugim yana bitta bor, men sundugim. Verstak mana bu ortiqchalik qilmaydi. Hop. Pechka olaman. Hop, mana bu tugmani olsammikin? Yo'q. Hop, men yana og'iz ovqat bir stak 60 necha ming bo'ldi? Bitta tilla bo'ldi, chunki hammasi sotib bitta tilla olib ketyapti. Okey. Как раз o'zi bitta tillalik qilibman. Bozorlik qilibman, mana buni yeb olayda. Milliarderlar lekin buni. Men ham milliarderman lekin. Milliarderman. Men ham milliarderman. Короче, endi kravat olmabman-ku. Kravatga mana shunchaga yetsa kerak, mana bu kimga. Kravat olmabman. Mana shu kravatni olsam necha pul bo'ladi? Sendan 20 ta izmurod. Okey, 20 ta bo'lsa 20 ta bo'ldi mana. Qarchi sog' bo'lasiz, endi narsalarni joylashtirishim kerak. Yurganimiz kech bo'lyapti, bolalar o'zi. Kech bo'lyapti, kechasi bilan yurib keldik mashinada. Shunga sal charchadim uchun. Qo'ysak bunga tasmasam qilmasa. Men ham nimanda. Nimaga o'qib qo'ysak, joblar tillalarimni, boyliklarim bor. Men ham boyman, bolalar, boy. Oy, endi nari qishloqni sotib olsammikin? Nari qishloqni sotib olsam ham bo'ladi. Короче, mana bu yerga qo'ysam, bu televizor bolalar. Qo'yib qo'yamiz chunki yo'q. Bittalik chiqmas, bittalik chiq. Mana. Bunday qilib qo'ysak, o'shanda yaxshi turadi. Uxlab ketishmaydi. Xayr, sizlar bilan men o'sha Mix Pro Minecraft bo'ldi. Darkent videosi chiqadi. Kutinglar bolalar. Kutinglar, boshqa yoqda 3-qismi ham chiqadi endi bolalar. 3-qismi ham chiqsin. Like bosib qo'ying. 10 ta likedan keyin 3-qismi chiqadi. Let's go, hammaga xayr.